Salom hamma do'stlar, sizlar Minius kanaldasizlar. Biz hozir Orolchada kuchayapmiz. Hozir Orolchamiz sizlarga tanishtirib bermoqchimiz. Biz shunaqa temir odam bo'lganmiz. Temirlar topdik shaxtadan. Endi biz uyimiz, Orolimizni tanishtiramiz. Bu bizim yotoqxonamiz bo'ladi. Mana do'stlar, bu yotoqxona Fransiya bo'lib qolgan. Fransiyaga o'xshab bo'lib qolgan. Qizil meniki, oq meniki, kuch meniki. Endi boshqa joylarda ham ko'rsatamiz. Ichida. Bu yerda bizda asal fermasi bor. Asallar olamiz. Kel asalni olib qo'ying, to'lib qolibdi. Va mana bu yerda bug'doy ferma. Roshilar mumkin. Bu yerda esa omborxonamiz bor. Va shunaqa ko'pgina sandiqlarimiz ham bor. Qo'limga narsalar ushlanib qolibdi, o'shalarni solib qo'yyapman. Boshqa narsalar bor. Har xil narsalar bo'lgan. Hamda bizni Orolchamizda shunaqa har xil videolar paydo bo'lib turibdi. Bu yerda daraxtlar ekib qo'ydi, juda ham o'sibdi. Keyin qazib olamiz, juda ham. Va bu yerda qo'y ferma va mol fermalar ham bor. Va biz temirlarda va boshqa narsalarda qayerdan qazib olganimizni sizlarga ko'rsatamiz. Asalni olib qo'ydingizmi keyin? Bizning kamera olib yurgan odamimizning ismi Zek. Va mana shu yerdan temirlar hamma yoq qazidik. Temir, ko'mir hamma yoq. Bu yerlarda bunaqa narsalar bor. Mana shunaqa. Ilma teshik qilib tashlaganmiz, e'tibor bermaysizlar endi. Chunki topgan narsamizni qaziganmiz va ilma teshik qilib tashladik. Bu yerda bunaqa joy bor. Shunaqa. Bu yerda biz yashirin joyimiz bor edi, kimdir yopib qo'ydi. mana keling aytdi. Mana bizni sirli bunkerimiz bu yer. Mana sirli bunker. Yotoq bilan shunaqa narsalar qo'yib. Mana sandiq aytdi desizlar, sandig'imizni ham yashirib qo'yganmiz. Ichida manaqa narsalar bor. Nimadir keyin nimadir olib keldingiz, skelet ovoz kelyapti juda. Yo, suv bizga yaqin-u. Ashunda ovoz kelyapti. Bu yerda boshim yo'q. Va skelet bor ekan. Bunday qilsalar ham bo'ladi. Bunday qilsalar ham bo'laveradi. Hozir o'ldiramanmi? Uriminglar. Skeletlardan ba'zida xalaqit berib turadi. Va bizning Orolimiz shunaqa narsalardan iborat. Hali buni yana kattaytiramiz. Prosta hozir vaqtimiz yo'q. Shuning uchun sizlarga ozgina ma'lumot berdik-da, shuni sizlarga qilyapmiz.